Assalamualaikum muhtaram jamoat. Tabiatga chiqdik hali mana. Tosh suvi chiqarib g'azalanamiz, tosh solamiz deb aytishga kerak. Mana elektrga kishi betinde bir vaqtda kibitda andaytega oqsharlar, izviskalar bo'lmagan. Har bir kishi tabiatdan foydalangan mana shunday o'zinchalikli toshlar bor bizning tabiatimizda. Mana o toshlar bütün dunyoda da tugul, mana bir yerlarda, bosularda shunday toshlar bor. Manalar teshikli toshlar. Ko'rasizmi? Bu endi o'zine ko'ra bir Xudoyning bergan ne'mati, mana shu toshlarni qizdirib, peshda qizdirib, suvga solib, tosh suvi chiqarib edik. Ul tosh suvi bilan odatda yurt negizlarini olar bitinde tosh bilan ishlangan, olarni silaganlar, shularni og'irta turganlar edi. Qo'y bir kishilar hatto munchalarini da silab, balchiq bilan silab, shuni bilan og'irtib qo'ya turganlar edi. Tishqi yog'in deb aytganda. Ham endi murjalarni da shu tosh suvi bilan og'irtuv edi. Onun ul qulga yo'qmi, kiyimga tiysa da yo'qmi, onun toshlarga oqshari deb aytganda, bu shuning uchun kullanilgan narsa. Mana biz bugun ozgina bo'lsa da shu toshni jiyib olib qaytib, sizga nindey formada chiqarga ekanini ko'rsatashak biz. Mana jamoat biroz yorti shelakdan mo'lroq tosh jiydik endi biz. Bu toshlarning endi aytishga kerak, uzoqroq bo'lgan sayin aning foydalılığı ko'proq, ol tezroq erib ketadi endi. Ham shuning natijasida tosh suvda ko'proq chiqadi. Bu tosh suvi har bir kishining o'zida bo'la turgan toshi deb aytishga kerak. Har bir kishining o'zida zapas bo'la turgan ekan. Biz mana bu yil ulgurmadik endi. Bu egin ekmek orasında belgili bir o'rinlardagina, har bir avulning o'zi bila turgan o'rinlarindagina bo'ladi. Bilasa qo'yda tosh, bunday tosh yo'q, jiyilib yotmay, jiyilib turmay. Şunun için bana bilgili şu uğruna geldik. Bugün bunda yegen ekmek üstü buturayında içinden azgına kırılarından da jiyip aladık. Muhtaram jamoat, mana toshni alıp qaytdık. Peshga solgancha, o'tqa solgancha toshni aybatlab juvarga kerak. Qari juvabız endi teshikli bet endi ko'rib turasiz teshik. Anda endi balchiqlar da bo'lurga mumkin endi. Shuning uchun azroq juvarga. U balchiqli bo'lsa bet endi tosh suvi biz opbop bo'lmayacak, balchiqli bo'lacak. Men shulay etib qat etib qari juvabız endi Şulay etib әзірлейбіз. Jamoat biz inşallah bugün maxsus Monşa yagarga da to'g'ri keldi. Monşa kunida endi bizning mana shunda tosh suvi chiqarib qarorga bo'ldik bitadi. Tosh suvi chiqargancha endi iri kesakli o'tin bo'lsa bek yaxshi. Aning ko'mirida iri bo'la, toshni shu o'tin üstüne solib qo'yamiz. U akarlab yana shu tosh qizab endi bizning Kızgan toshdan gana chiqartirgan bo'ladi tosh suvi. Mana bugun Allohga topshirib, shu ishni boshqarib qaraymiz. Endi gel kelib chiqmasa o'pkalamasiz. Elektrga bo'lganlarligini dostab ko'rsatirga tirishdim. Mana maxsus qisqishimda baralim mening. Bu ko'mirga o'tiran qisqish keltirib bismillahirrohmanirrohim. Mana toshlarimiz hayron qizgan endi haydab keltirgan bular. Mana haydab bo'lmasa da toshdan qo'yarday bularlar. Qaynar bunda qiziq. Tizma tashirga kerak. Görünə turgandır sizga deymi? Batqa qo'ymay. Tosh suvida belgili tekilibdan algan izbetki şekilde bo'lmasa da, agar shunday mo'rjalarni og'irtirgan bikkina aybat bo'lacak bu. Mana bu suvunga şimdi suvni jetkach, tamam suvungash bu azir bo'ladi. Mana muhtaram jamoat tirishtirga shunday narsa kelib chiqdi bizning o'xshar. Ko'rasizmi? Bu oq. Bu endi bo'yi boshlasang aytaydi. Pishni, og'irta shaq bu, oppoq bo'lacak. Mana toyog'ida shundan olingan toyoq, ko'rasizmi? Toyog'ida og'irib qolgan endi. Shu jamoat mana tirishsang bo'la, tirishgan tovar toshqa qadaq qolar deylar endi.